Qarang, bu hadis Imom Muslimda keladi. Bu hadis insonni Alloh taologa shunday bog'lab qo'yadi. Bu hadisni o'qib, yaxshilab tadabbur qilib, agar yaxshilab his qilsangiz, siz Allohdan hech qanaqa qochib keta olmaysiz. Mana buni hadis qudusiy deyiladi. Qur'ondan farqi, Qur'on namozga tilovat qilinadi. Bu hadis qudusiylar esa namozga tilovat qilinmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolodan rivoyat qilib bizga aytib beryapti. Alloh taolo aytayapti: "Ya ibadi." Qarang, bu hadis qudusiyda 10 marta ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi deb kelgan. Ey bandalarim, birinchisi inni harramtu zulma ala nafsi. Men zulmni o'z nafsimga harom qildim dedi. Alloh taolo zulmni o'z nafsiga harom qildi. Va ja'altuhu baynakum muharraman. Uni zulmni oralaringizda harom qildim. Fala tazalamu. Bir-birlaringizga zulm qilmanglar. Hatto zulm, qarang, shunchaki yomon narsaki bu zulm. Alloh taolo o'z nafsiga harom qildi. Allohning har bir ishi adolatli. Alloh hikmatli zot. Alloh kechiruvchi zot. Qarang, zolimlar nihoyatda mahrum inson. Dunyoda ham xor bo'ladi zolimlar. Birovning haqqini yeydigan, birovning haqqiga tajovuz qiladigan zolimlarni hamma biladi kimligini o'zi. Inni harramtu zulma ala nafsi va ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu. Ikkinchisi, ya ibadi, ey bandalarim, kullukum dallun illa man hadaytu. Hammalaring adashgansizlar. Illo men uni hidoyat qilgan kishilar bundan mustasno. Fastahduni ahdikum. Mendan hidoyat so'ranglar, sizlarni hidoyat qilaman. Hidoyatda inson yurishligi uchun Allohdan so'rash kerak. Siz hidoyatda yurmoqchimisiz? Sajda qilib, kechqurun Allohga sajda qilib so'radingizmi? Ey Rabbim, haqni menga ko'rsatgin, haqni meni yurgizgin, haqni haq qilib ko'rsat, botilni botil qilib ko'rsat, men undan chetlanay, haqqa ergashay deb so'radingizmi Allohdan? Har namozda so'raymiz. Ihdinas siratal mustaqim. Bizni to'g'ri yo'lga yo'llagin deb. Buni his qiling. Alloh taolo fastahduni, mendan hidoyat so'ranglar, ahdikum, sizlarni hidoyat qilaman. Agar so'ramasak Alloh bermaydi. Har doim so'rashligingizga ma'mursiz, buyurilgansiz. 3-faqrasi qarang. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Hammalaring ochsizlar. Illo men unga taom bergan kishi bundan mustasno. Mendan taom so'ranglar, fastat'imuni ut'imkum. Men sizlarni taomlantiraman. Ya ibadi, 4-si, kullukum arin. Hammalaring yalang'ochsizlar, kiyimsizsizlar. Illa man kasawtu. Illo men uni kiydirgan kishi bundan mustasno dedi. Fastaksuni aksukum. Mendan kiyintirishni so'ranglar, men sizlarni kiyintiraman dedi. Ey bandalarim, innakum tuxtiuna bil-layli wan-nahar. Sizlar kecha va kunduz xato qilasizlar. Hamma gunohlarni kechiruvchi zotman. Va ana aghfiru-zunuba jami'an. Men hamma gunohlarni kechiraman. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mendan kechirim so'ranglar, kechiraman dedi. Qarang, 5 ta ya ibadi olib kelibdi. Balkim keyingi darsimizda qolganlari kelar inshaalloh. Zulmni Alloh harom qildi. Kim zalolatda yursa, hidoyat so'rasin, Alloh hidoyat beradi. Siz adashib yurganingizda Alloh sizni hidoyatga soldi, o'zini islomiga qaytardi.